Chortoq tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 53-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasining mazmun-mohiyati keng targ'ib etildi. Sifatli ta'limni bugungi kunda kim bera oladi? Albatta, birinchi o'rinda bilimli o'qituvchi bera oladi. Internet olami bilan bog'langan bolani 30-40 ta bolani fikrini kim jamlay oladi? O'sha dunyoqarashi keng va zamon bilan hamnafas o'qituvchi jamlay oladi. Tadbir davomida murojaatnomada belgilangan ustuvor vazifalar, jumladan ta'lim sohasini yanada rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish, pedagog kadrlarning kasbiy salohiyatini yuksaltirish, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va zamonaviy bilim hamda ko'nikmalar bilan ta'minlash masalalari yuzasidan atroflicha tushunchalar berildi. Ushbu murojaatnomaning eng quvonarlisi 2026-yilda maktab o'quvchilari o'rtasida xalqaro kimyo va matematika olimpiadalarining o'tkazilishidir. Yana bir bora texnikum o'quvchilarining ishtirokida turkiy davlatlar o'rtasidagi olimpiadalarning ham yurtimizda o'tkazilishi juda ham quvonarlidir. Bu yurtimizning yoshlarini o'zlarini jahon arenalarida bilimlarini ko'rsatib, o'zlarini yana bir bor namoyish etishiga imkoniyat yaratadi deb o'ylayman. Shuningdek, davlat rahbari tomonidan ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish, innovatsion yondashuvlarni keng qo'llash, o'quv-tarbiya jarayonida ilg'or tajribalardan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratilayotgani ta'kidlandi. Maktab jamoasi bilan birgalikda prezidentimiz tomonidan yo'llangan murojaatnoma o'rganib chiqildi, asosiy vazifalar belgilab olindi va maqsadlar qo'yilib, shu borada ishlar olib boriladigan bo'ldi. Bu o'sha jamoamiz bilan biz yagona maqsad asosida ta'lim rivojlantirish uchun munosib hissa qo'shamiz deb o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Murojaatnomada belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ta'lim muassasalari oldida turgan mas'uliyatli vazifalar keng muhokama qilindi. Yakunda tadbir ishtirokchilari tomonidan murojaatnoma asosida ta'lim sohasidagi dolzarb vazifalar belgilab olindi hamda belgilangan yo'nalishlar bo'yicha izchil ishlarni tashkil etish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.